1-apreldan nimalar o'zgaradi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 2025-yil 1-apreldan e'tiboran qonunchilikda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. 1-apreldan boshlab daromadidan qat'iy nazar farmatsevtika mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi yoki tibbiy xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar QQSning to'lovchilar deb e'tirof etiladi. Bu 2024-yil 27-dekabr kuni qabul qilingan tadbirkorlar uchun teng sharoitlar va adolatli raqobat muhitini ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonida belgilangan. Bunda realizatsiya qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha berilgan onlayn nazorat kassa texnikasi yoki virtual kassa cheklari, rasmiylashtirilgan elektron hisobvaraqa, fakturlar hamda boshqa tashqi va ichki mahsulotlar asosida soliq organlari tomonidan qo'shilgan qimmat solig'i bo'yicha hisobotlar avtomatik tarzda shakllantirib beriladi. 2025-yil 30-yanvarda qabul qilingan aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillari takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra 1-apreldan ijtimoiy daftarlar, jamg'armalar orqali ko'rsatiladigan ijtimoiy yordamlar, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga uy-joy sharoitlarini yaxshilash va sog'liqni saqlash bo'yicha ijtimoiy yordamlar esa oylik daromadi oila a'zolarining har biriga minimal iste'mol xarajatlari miqdorining 2 baravaridan ko'p bo'lmagan oilalarga ham taqdim etiladi. Bunda madaniy ma'rifiy ta'lim, sport va turizm tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishga ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armalari tushumlarining 25% dan ko'p bo'lmagan qismini yo'naltirishga ruxsat beriladi. 2024-yil 18-iyulda qabul qilingan aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra 2025-yil 1-apreldan quyidagi qo'llab-quvvatlash choralari ijtimoiy karta axborot tizimidan taqdim etiladi. Prezidentning 2024-yil 15-noyabrda qabul qilingan umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani o'tilishi tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra Turon maktab teatrining ijtimoiy ijobiy tajribasi asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarida iqtidor badiiy havaskor jamoalarni tashkil etiladi. Shuningdek, jamoalar o'rtasida har yili milliy va jahon musiqasi yo'nalishlari bo'yicha iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkaziladi. Tanlovning respublika bosqichi g'oliblari xorijiy davlatlarga ta'lim sayohatiga yuboriladi. 2025-yil 18-fevral kuni hukumat qarori bilan tasdiqlandi. Davlat xaridlarida yagona yetkazib beruvchi reyestriga kiritish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentiga ko'ra 2025-yil 1-apreldan yuridik va jismoniy shaxslarni yagona yetkazib beruvchilar reyestriga kiritish uchun arizalar Davlat xizmatlari markazi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mygov.uz orqali qabul qilinadi. 2025-yil 30-yanvarda qabul qilingan aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar uchun ijtimoiy daftarlar, jamg'armalar orqali qo'llab-quvvatlashning yangi instrumentlari joriy etiladi. Xususan, yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan nogironligi bo'lgan yoshlarga pasport to'garaklarga qatnashish uchun yo'l haqqi xarajatlari har oyda BXMning 1 baravarigacha miqdorda qoplab berish belgilangan. Bunda nogironligi bo'lgan yoshlarning parasport to'garaklariga qatnashishi Sport vazirligining axborot tizimi orqali monitoring qilib boriladi. Shuningdek, jamg'arma hisobidan 6 oy davomida muntazam ravishda sport va san'at to'garaklariga qatnashayotgan yoshlar uchun qimmati BXMning 10 baravari
3 million 750 ming so'mdan oshmaydigan maxsus sport forma, inventari, musiqa va cholg'u asboblari xarid qilish uchun mablag'lar ajratiladi. Shu bilan birga kamida 3 nafar xotin-qizlar, yoshlar va aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining bandligi hamda ijtimoiy faolligini ta'minlashda qaratilgan ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishli ayollar daftari, yoshlar daftari va saxovat va ko'mak jamg'armalari hisobidan BXMning olmish baravari 22,5 million so'mgacha grantlar ajratiladi. Yong'in, suv toshqini, zilzila va boshqa texnologik hodisalar oqibatida zarar ko'rgan oilalarga uy-joylarni tiklash va ta'mirlash xarajatlari qoplash uchun Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali BXMning 150 baravari 56 million 250 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda yordam ko'rsatish instrumentlarini joriy etiladi. Bundan tashqari, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida muhtoj oilalarga bir marta beriladigan moddiy yordam o'rniga ushbu hududlarda yashovchi kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga uy joyida artezian quduq qazish, suv nasoslarini o'rnatish hamda ichimlik suvi filtrlarini xarid qilish xarajatlarini qoplash uchun subsidiya ajratish tartibi joriy etiladi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-aprel kuni qabul qilingan yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yil 1-apreldan elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari yana bir karra oshirilishi kerak edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini yoqilg'i energetika resurslari bilan ishonchli tarzda ta'minlash, shuningdek, aholi va tadbirkorlikni subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasiga elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflarning kuchga kirish muddati kechiktirish bo'yicha topshiriq berdi. Shuning bilan yangi tariflar avval rejalashtirilgandek 1-apreldan emas, 1-maydan kuchga kiradi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.